Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan bugun gaplashadigan mavzuyimiz bu ta'lim muassasasi menejmenti. Va quyidagi rejalarni, ya'ni mashg'ulot rejasini ko'rib chiqishimiz mumkin. Birinchi, ta'lim muassasalarini boshqarish hamda haqida tushuncha, boshqarish funksiyalari va boshqaruv metodlari va usullari, pedagogik kengash ta'lim muassasasining boshqaruv organi sifatida va oxirgisi ta'lim muassasasi metodik kengashi va uning vazifalari, metodika birlashmalari va ularning faoliyatini tashkil etish yo'llari hisoblanadi. Umuman mavzuga kirib kelar ekanmiz. Avvalambor mana adabiyotlar ro'yxati bilan tanishib ketamiz. Adabiyotlar ro'yxati bu ta'lim to'g'risida O'zbekiston Respublikasi ta'lim to'g'risidagi qonuni, Abdullayeva, Umarov, Saidovani pedagogika nazariyasi va tarix darsligi, Mirzayeva va Karimjonovni pedagogika nazariyasi va tarixi darsligi, pedagogik ensiklopediya birinchi ikkinchi jildi va elektron ta'lim resurslarini berib o'tganmiz. Ho'p, boshqarish bu ma'lum bir obyektga tashkiliy, rejali, tizimli ta'sir ko'rsatish demakdir. Ya'ni ta'lim muassasasini pedagogik faoliyatini boshqarish deb pedagogik jarayonni, ya'ni rejalashtirish, tashkil etish, rag'batlantirish, natijalarni nazorat qilish, tahlil qilish hisoblanadi. Bugungi kunda pedagogika faniga umuman fan sohasiga, umuman har bitta fanga, shu qatorda pedagogika ham ta'lim muassasasini boshqarish bo'yicha yangidan yangi tushuncha kirib kelyapti. Ularning mohiyati avvalgilaridan ham teranroqdir. Masalan, ta'sir etish tushunchasining o'rniga bugungi kunda mana o'zaro harakat, hamkorlik, refleksiv boshqarish kabi tushunchalar qo'llanilyapti. Ta'lim muassasalarini boshqarish nazariyasi ta'lim muassasalarining menejmenti nazariyasi bilan boyitildi. Ya'ni menejment nazariyasi xodimlarga nisbatan ishonch, ularning unumli mehnat qilishlari uchun sharoit yaratish hamda o'zaro hurmat bilan tavsiflanadi. Xo'sh, menejment va menejer nima? Ya'ni atamalarning asl mohiyati nimani anglatadi? Biz bu ushbu tushunchalarni Э, mohiyatini, ta'lim muassasasida davlat jamoat boshqaruvini pedagogik psixologik asoslarini tushunishimizda ushbu yo'nalishda tadqiqot olib borgan pedagog Aqliddinovning qarashlarini alohida diqqatga sazovor deb hisobladik va ularni e, olib borgan tadqiqotlarida shunday fikrlar berilgan. Ya'ni menejment va menejer atamalari hozirgi talqinda korxona va muassasa egalarini o'z mulklari va xodimlarini o'zaro boshqarganlaridan ko'ra tanlangan yo'nalish bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tgan mutaxassislarni jalb etish afzal ekanligini tushunib yetganlaridan so'ng paydo bo'ldi. Bugungi kunda menejer rivojlangan davlatlarda, ya'ni demokratik mamlakatlarda nufuzli kasblardan biri hisoblanadi. Menejment deganda odatda rahbarlik lavozimiga rasman tayinlangan shaxslarning ishigina tushuniladi. Boshqarishga, shuningdek, murabbiylik ishi ham taalluqli hisoblanadi. Menejment maqsadi mavjud minimal imkoniyatlardan maksimal natijalarga erishish maqsadida muayyan xodim yoki guruhga ta'sir etish, ular bilan hamkorlik qilish jarayonidir. Olimlar ta'lim menejmentining bir qator o'ziga xos xususiyatlari ega ekanligini ta'kidlab o'tishadi va ular orasida mana xususiyatlari, ya'ni o'ziga xos xususiyatlari bu ta'lim menejmenti maqsadga muvofiqlik so'zi bilan aniqlanadigan ma'naviy o'lchovga ega. Ta'lim menejmenti bu fan va san'at. Chunki insonlar o'rtasida o'zaro munosabatlarda katta rol o'ynaydi. Menejment mazmunida o'z aksini topadigan shaxs, davlat va jamiyat manfaatlarini o'zaro dialektik birligi hisoblanadi. Ta'lim boshqarishda jamoatchilikning faol qatnashuvi. Boshqarish funksiyalari, boshqarish metodlari va usullari. Boshqarish funksiyalarini deganda u yoki bu obyektni boshqarishga oid aniq vazifalarni hal etishga qaratilgan bir turdagi ishlar majmui tushuniladi. Bular axborot tahliliy funksiyalari, maqsadli motivatsiyalashtirish, oldindan ko'rish rejalashtirish, tashkiliy ijrochilik funksiyasi, nazorat tashxis funksiyasi, tartibga solish muvofiqlashtirish funksiyasi. Axborot tahlil funksiyasi bu boshqaruvda alohida o'rin tutadi. Bunda axborotni olish va tahlil qilish jarayoni boshlanadi va tugallanadi. Maqsadli motivlashtirish esa motivlashtirish belgilangan maqsadga erishish bo'yicha barcha boshqaruv subyektlarini qiziqish uyg'otishga yo'naltirilgan tadbirni tashkil etishni nazarda tutadi. Oldindan ko'rish esa bu umuman boshqaruv tizimida
oldindan ko'rish, rejalashtirish funksiyasi tashkiliy shakllar, usullar, ta'sir etuvchi vositalarni aniqlaydi, nazoratni me'yori va natijalarini baholashga xizmat qiladi, shuningdek pedagogik tizim va uning ishtirokchilari harakati va faoliyatini muvofiqlashtirishda hamda tartibga solish imkonini beradi. Tashkiliy ijrochilik funksiyasi bu kadrlarni tanlash va joy-joyga qo'yish, ijrochilarning o'zaro ta'sir etishini shakllantirish, axborot to'plash va ularga ishlov berish faoliyati bilan bog'liq bo'ladi. Buning natijasida u yoki bu pedagogik tizimni xos tarkibiy tuzilishi vujudga keladi. Nazorat tashxis funksiyasi. Nazorat bu boshqaruv jarayonining faol bosqichlaridan biri bo'lib, u boshqaruvning barcha funksiyalari bilan bog'liq bo'ladi. Umumiy holda nazorat rejalashtirilgan natija bilan haqiqiy erishilgan natijalarni o'zaro solishtirish jarayoni bo'lib, bu faoliyatning muvaffaqiyatini aniqlashga imkon yaratadi. Tartibga solish, muvofiqlashtirish funksiyasi pedagogik tizim holatini zaruriy, belgilangan darajada ushlab turish, uni yangi sifat darajasiga ko'tarish va pedagogik jarayonda yo'l qo'yiladigan xatoliklarni tuzatish hamda pedagogik jarayon ishtirokchilarining xatti-harakatlarini tartibga solish uchun xizmat qiladi. Hop, endi pedagogik boshqaruv metodlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarda ta'lim muassasalarini boshqarishga ko'p darajada mos keladigan metodlarning 4 asosiy guruhi, ya'ni iqtisodiy, tashkiliy, ma'muriy, ijtimoiy, psixologik va axborot to'plash metodlari ajratib ko'rsatish mumkin. Iqtisodiy metodlar bu ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni oshirish maqsadida ko'rsatkichlar tizimida foydalanish va ularning o'zaro bog'liqligi, o'zgarish sabablarini